Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. O'tgan darsda qalin qof harfi bilan tanishdik. Bugun biz yumshoq kaf harfi bilan tanishamiz. Qa ham ka bizning g'adatiy bizdagi shekilli k harfi endi. Hamma yozilishigina ko'pga ayriladi. Bizning endi o kaf harfi shulay aytib qo'yilgan. Mana bu hamzaga o'xshagan bir kichkinagina belgisi de var kaf harfinde. Bu azrakkina bütün harflerden o'zingchaliklarek ne için? Bu kaf harfi bitinde şulay. Ama mesela söz başında o ikinchilar yoziladi. Mana şulay. Ayrılamı? Ayrıladi. Bunda hamzasi de var. Bunda o'zine ko'ragina perpendikulyar bo'lsa, bunda umuman ikkinchi turli shulay. O'rtasida kelganda shulay ayrıladi. Mesela boradi ham shulay deb yo'llanib ketadi. Amma mana jumla so'z oxiridagi ol mana shulay deb tamomlanadi endi. Ke, ki, ku. Bunisi endi joyli shulay bit endi. Ya'ni osqa tushamiz. Bundan so'ng bu yoqqa boramiz. Anlar endi shusha hamzanigina hisob qo'yamiz. Bunda kelganda endi boshda bulay tushamiz. Ondan so'ng bulay. Ondan so'ng bulay. Bunda endi ustga minamiz. Bulay bitin bulay. Ondan so'ng bunda. Mana bulay. Ondan so'ng endi bunda tushamiz. Ya'ni mana bulay. O'rtada yoziladi endi. Ham endi bunisi endi joyli. Oxirdan endi shunday kaf harfi yozib qo'yamiz. Ke, ki, ku yumshoq harflardan. Bu bizning qataytirga yaramay. Qof bilan kuni mutara yaramay. Mana aytib ketayman, eskartib, men angil shogirdlarga darsda aytam. Masalan, g'adatigina bizning qul huvalloh boshlab, qul ayt, ul Alloh bir. Qul a'udhu bi robbil falaq. Magarda mana bu tibiz ekan, qul qataytib aytar ekan. Qul huvallohu ahad. Ham bor shu kaf. Bunda bir-birsine kirdiler endi. Afu etasiz. Kul. Qul ham kul. Qul degan so'z, ayt degan so'z, kul degan so'z, osha degan so'z. Baratik qolinliq bilan nishkaliknigina bu tibiz ekan, qul bilan kulni ishli ma'no tubdan o'zgaradi. Shunga ko'ra qul huvallohu ahad. Agar kul huvallohu ahad deb tibiz ekan, kul a'udhu bi robbil falaq. Osha Alloh birdir. Osha saqlov sirim shu ertangi yoqtiliqdan deganda, ya'ni ma'no to'lisincha o'zgaradi. Shunga ko'ra durust aytib aytirish kerak. Qul va Allohu ahad. Kul Alloh ahad aytdik ekan, ma'no endi o'zgardi. Kaf harfi nechik yoziladi dedik? Jumla boshida mana shulaymi? Shulay. Ke, te, be. Kaf harfi, te harfi, b harfi. Ke, te, be. Cümlenin başında ko'rdingmi? Nechik yozildi. Masalan, el-kawsarni qarigalayda, na'taynakal. Mesela kawsar. Oxirda masalan dikun ertangi namozga uyata bizni shulay bit. Bunda yozing. Da bizning shu siziqning ustida yoziladi, ya yoziladi, ikaf yoziladi. Ertangi namozga uyata turgan hayvon. Dikun. Dikun. Nechik o'rtada yoziladi? Shulay bit. Nechik oxirida yoziladi? Kaf harfi yumshoq harf. Ke bunda shulay ke o'rtada, bunda oxirida. Hozir bizga endi shuni qilishing 3-4 yil bulay yozray kerak. 3-4 yil o'rtada ham endi jumla oxirinda kaf harfi bilan. Ke, ki, ku. 3 harakat bilan. Shu vaqtda endi bizning iste olacaq.
Subhanakallah bihamdik, aşhadu en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.